22 oktyabr kuni 32 davlat hayotlikni qo'g'dash va bola tushirishni cheklashni maqsad qilgan jan va o'rtaq tonish xitobnomasini imzoladi. Amerika Davlat ishlari kotibi Pompeo, Sahiyya ministri Hazard va nurg'un davlat ministrlari jan va o'rtaq tonish xitobnomasining to'g'ri imzo qo'yish marosimida qatnashdi. Hozir bu xitobnomaning 32 hamkorlashuvchisi bor bo'lib, Braziliya, Indoneziya, Vengriya va Amerikani o'z ichiga olgan 5 davlat birlikda o'tirib qo'ygan. Amerika Sahiyya ministri Alex Azar jan va o'rtaq tonish xitobnomasi bir tarixiy hujjat bo'lib, buningda bir davlat bo'lish sifati bilan ayollarning salomatligi va oilasini qo'llaydiganligi, turmush hurmat qiladiganligi va davlatning egilik huquqini qo'llaydiganligi aniq yozilgan. Biz shuni aniq aytamizki, bola tushirish xalqaro kishilik huquq tavalligiga kirmaydi degan. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo bu hayotlikni qo'g'dash uchun tunji qitim ko'p tarafli ittifoqdoshning qurilishi, hozirgi hukumatda Amerika bosh topshiruvchilarining pulining hargizmi shu chet eldagi ommaviy tashkilotlarga berilmaydiganligini, ular planliq tug'ut usuli sifatida bola tushirishni tashabbus qilgan va yo'l qo'ygan degan. Jan va o'rtaq tonish xitobnomasining maqsadi bo'lsa, ayollarning sog'lomligini ilgari surish, kishilik hayotni qo'g'dash va oilani kuchaytirish, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti organlarining bola tushirishni asosiy kishilik huquq deb qaraydiganligiga qarshi turishdan iborat. 2018-yili Amerika bu organning kishilik huquqni unumli qo'g'dayanmaganligi uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komitetidan chekinib chiqqan. Bu yil fevral oyida Amerika 26 davlat bilan rasmiy xalqaro diniy erkinlik ittifoqligi qurgan. Mutaxassislarning qarashicha, jan va o'rtaq tonish xitobnomasining imzolanishi Amerikaning kishilik huquq sohasida davomli xalqaro rahbarlik rolini o'ynaydiganligini ko'rsatib berdi degan.